Asbobim bo'ynini qaytirib qo'yibdi. Qanaqa maslahat berasiz debsiz. Значит, bulbulingiz, mana bu turgan bo'lsangiz, bulbulingiz ikkita dumaloq ko'p tuchangiz bilan bulbulingiz imенно o'sha joyi bo'ynini qaytirgan bo'lsa, qaylib qolgan bo'lsa, mana bunaqa yanada pastga mundoq qilib, mana shu bulbulingizni pastga qilib, mana oldindan orqaga qilib, ko'tingizni teshigi kirgizishga harakat qilasiz va ikkita dumaloq ko'k tuchangiz mana bunaqa massaj qilasiz. Oldinga, orqaga, oldinga, orqaga. Mana shu ko'tingiz teshigiga yaxshilab qaygan-ku, o'sha ko'tingiz teshigiga bitta tiqasiz, yana tepaga qilasiz. Bitta tiqasiz, yana tepaga qilasiz. Ana o'shanda asbobingizni bo'yni yaxshilab rastyashka bo'lib, yanada zo'r bo'lib, bemalol teshikka kirib chiqadigan bo'ladi. Zato rastyashkangiz yaxshi bo'ladi va asbobingizni bo'yni ham yumshoq bo'lib, o'tkan qilinadigan bo'ladi. Navoda agar jinsiy aloqa qilayotganda bulbulingiz turmasa, o'zingizni o'sha asbobchingizni olib bundoq qilib ko'tingiz teshigiga tap tiqsangiz, ko'tingizni teshigiga tiqqaningizdan keyin bulbulingiz ham yaxshi turib, yaxshi xotin sikadigan bo'lasiz.